yuqu mezgilida qaysi ishning bizga eng og'ir keldigini o'ylab baxtinglarmi qarindoshlar. Meningcha bo'lgan chaqda sayning tepilmaslik emas ekan. Nonning tepilmaslik emas ekan. Bir kun och qolishimiz bizning meningcha bo'lgan chaqda pek og'ir ish emas ekan. Eng og'ir ish bo'lsa, o'ziniki qon qarindoshlarining, o'zining urug' tuqqanlarining, o'zininki ota-onasininki mushu dunyodan vaqtsiz xo'shlashish ekan. Yoki bo'lmasa, mushu xulum qo'shnisining ashundaq bir og'ir musibat kunlarga beshiga tushgan vaqtdami, ashularning yig'i-zorini anglaymiz ekan-yu, chiqib qandoq ahvolning haling nechuk deyamaslik ekan. Meningcha bo'lganda. Sizlar qandoq o'ylaysizlar, buni bilmadim. Şuna barliq qarindoshlarimizninki yeli ko'rgandim, baya ovozni anglagan, ikki haftaning oldida sapsaq turadi-ku deb ichi yetishib qolmasligi uchun hayot vaqtimizda, salomat vaqtimizda o'zaro salomlashib, halming bo'lishib, mushu salomlarimizni, didorimizni bir aymasak degan umidman.